Elbek uka, o'zingiz qanday kelgansiz? Xitoyga kelishda bu yerda qandaydir tanishingiz bo'lganmi? Yoki o'zingiz to'g'ridan-to'g'ri hujjat topshirganmisiz yoki kimdir o'quv markazlari yordam bergan? Nima bo'lgan? Qanday kelgansiz? Bu universitetga kelishim men konsalting xizmatlaridan foydalanganman. Agar siz o'zingiz individual tarzda topshirmoqchi bo'lsangiz, universitetning o'zining ofisialniy veb-saytlari bor. O'sha yerga kirib, o'z hujjatlaringizni yuklab, apply qilishingiz mumkin, ya'ni universitetga topshirishingiz mumkin. O'zlari individual va konsalting orqali topshiradigan odamlar farqlari shunaqa bo'ladi. Buning o'zi bir mas'uliyat. Ya'ni Hurmatli talabalar, e'tibor berasiz. O'zingiz ham to'g'ridan-to'g'ri hujjat topshirishingiz mumkin xohlagan universitetingizga. Lekin bu mas'uliyat, ya'ni agar mas'uliyatni o'z bo'ynimga olaman, risk tavakkal qilishdan qo'rqmayman desangiz, o'zingiz topshirganingiz ma'qul. Lekin yo'q, yana bir yilim uvol ketishidan, uvol ketkizmoqchi emasman. Tavakkal qilishga tayyorman. Bu mas'uliyatni o'z bo'ynimga olishga tayyorman deydigan bo'lsangiz, o'zingiz topshiring. Lekin konsaltingdagi ekspertlar yoki o'sha sizdan anchagina ko'proq tajribaga ega odamlar ko'proq ishonarli. Ya'ni siz ularga pul to'lash orqali siz ularga shunchaki hujjatingizni bermaysiz. Ular shunchaki hujjatni emas, sizni yelkangizdagi mas'uliyatni ham olishadi. Ya'ni o'sha universitetga sizni topshirib, sizga iloji boricha scholarshiplar yoki grant yutib olishga yordam berishadi. Chunki ular sizdan oldin boshqalarni o'qishga topshirishgan va ko'proq tajribaga egalar. Siz aytmoqchisizki, konsalting orqali topshiradigan bo'lsa, 1 yil vaqtini tejaydi. Grant yutish imkoniyati katta bo'ladi, to'g'rimi? 1 yil vaqtini tejaydi demayman, lekin ko'p odamlarni eshitganman. Masalan, kecha ham bittasi bilan intervyu qildik. Diyorbida ham bola o'sha o'zi topshirgan, lekin universitetga o'qishga kirgan. Aytmoqchi bo'lganim, individual tarzda o'zingiz topshiradigan bo'lsangiz, tajriba yetishmovchiligi yoki o'sha ingliz tilida universitetlar bilan muloqot qilishda tajriba yetishmovchiligi bo'ladigan bo'lsa, universitetga kirish koeffitsient past bo'ladi demoqchisiz. Ehtimolligi past bo'lishi mumkin. O'shani aytmoqchiman. Lekin konsalting orqali topshiradigan bo'lsa, o'zim ko'rganman, konsalting ishchilari universitetga kelib, o'sha onlayn veb-saytidan yoki universitetga kelib dokumentlarni topshirganini ko'rganman. Aytmoqchisizki, konsalting orqali topshiradigan bo'lsa, mana siz ko'rgansiz, mana shu joyga olib kelib o'zlari hujjatini bergan talabalarni. Aytmoqchi bo'lganim, ehtimollikning yuqori yoki pastligi. Bunga asosiy sabab tajriba bo'lishi mumkin yoki muloqot paytida universitetlar bilan ingliz tili yetishmovchiligi yoki suhbatda qanaqa gapirish, o'shanaqa baribir yana tajribaga borib taqaladi. Hurmatli kuzatuvchilar, bemalol xohlagan davlatingizga o'zingiz ham to'g'ridan-to'g'ri universitetda topshirishingiz mumkin. Mana ukalarimiz hamma davlatdan borib topshirib ko'rganlar. Lekin professional mutaxassis bilan topshirsangiz, grant yutish ehtimolingiz kattaroq va universitetda kirish uchun 1 yil vaqt yutkazmasligingiz ehtimoli kattaroq bo'ladi. Siz o'qishga kirish imkoniyatingiz ko'proq bo'ladi. Bemalol xohlagan tarzda o'qishga kirishingizni tavsiya qilishyapti. Rahmat. Shunda siz konsalting bilan topshirgansiz. Albatta. Konsalting bilan topshirish orqali 1 yil qolib ketish ehtimolini, riskini pasaytirgansiz. Tavakkal qilishni istamadim. Mas'uliyatni to'g'risi hujjatlarim bilan birga konsaltingga ishonib topshirganman. Rahmat. Fikrlaringiz uchun, ajratgan vaqtingiz uchun katta rahmat. Kimni Xitoy haqida, Xitoy universiteti haqida savoli bo'lsa, kommentariyada bemalol qoldirish mumkin yoki murojaat qilib to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin. Rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling.